Sharqi Turkistonlik Uyg'ur qizlar Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish siyosatlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Har yakshanba kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'xshash bo'lmagan joylarda quriladigan ko'rgazma o'rinlarida rasm ko'rgazmasi orqali Sharqi Turkistonda yo'lga qo'yilayotgan jazo lagerlari tanishtirildi. Avstraliya ko'chalarida tilamchi qiyofatida tilamchilik qilayotgan Xitoylar Avstraliya kanallarining qiziq nuqtasiga aylandi. Xabarda qo'llarida pasportlarini ko'targanicha oldiga vatanga qaytish uchun yordamga ehtiyoji tushib qolganligi yozilgan qog'ozlarni qo'yib olib, boshqalardan pul tilayotgan bir to'p Xitoylarning ko'rinishlari berildi. Ko'zatchilar tilamchi siyoqidagi bu Xitoylarning davlati uchun istixborot to'plash vazifasini ijro qilayotgan bo'lishi mumkinligi ilgari surildi. Xitoy tilamchilarining to'plagan naqd pullarini Xitoyga avatganligidan gumonlangan saqchilar ularni yaqindan kuzatishga boshlagan. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida demokratiya tarafdorlari Xitoyga qaytarish qonun loyihasiga va saqchilarning namoyishlarga tutgan muammolarga qarshi namoyish qildi. Rayondagi eng chong ommaviy tashkilot bo'lgan Fuqarolar kishilik huquq fronti tashkillagan yurish faoliyatlariga ko'pincha yoshlardan tashkil topgan 10 minglagan kishi qatnashdi. Namoyishlar Victoria bog'chisidan guruhlarga bo'linib yo'lga chiqqan bo'lib, saqchilar bexatarlik bahonasi bilan markaziy hukumat binolarigacha yurishga ruxsat qilmaganligi uchun ular liniyasini o'zgartirishga majbur bo'lgan. İran istixborot ministrligi Mahmud Alavi davlatida Amerika va chet el davlatlarida jasuslik qilayotganlarni qo'lga tushirganligini, ularning salohiyatini bugun e'lon qilganligini bildirdi. Poytaxt Tehronda ochilgan kabinet yig'inidan keyin muxbirlarga so'z qilgan Alavi har qaysi sohalarda va muhim markazlarda Amerika va boshqa davlatlar uchun jasuslik qilgan kishilarni aniqlab chiqdik. Qo'lga olish ishlari tamomlangandan keyin adliya organlariga topshirib berdik dedi. İran inqilob muhofizat armiyasi Hormuz bo'g'izida Angliyaga tava bir paraxutni musodir qilgandan keyin paraxutlarning Paris qo'ltig'idan bexatar va erkin o'tishga kapolatlik qilish nomida Amerikaning Paris qo'ltig'ida chorlash va istixborot xizmatlarini boshlaydiganligi o'ttirg'i qo'yildi. Amerika Mudofaa ministrligi maslahatchisi John Rood Amerikaning ittifoqdoshlari bilan birga Sentinel deb atiladigan sistema orqali paraxutlarning Hormuz bo'g'ozi va Paris qo'ltig'idan erkin va bexatar o'tish uchun yangi bir harakat boshlaganligini aytdi.